Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday kunlarsizmi? Hozirgi vaqtlar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga mushu kompyuterni alamakladim. Sizlarga tunishtirmoqchi bo'ldim. Mushu 6-oyda olsangiz bo'ladigan 3 paychak. Sizlarga shuni hozir tunishtirib beray, hamma narsani ko'rsatib. Bu uchli paychak hamsi mushu eng yangi, ham kelgusi shunda parlaq, ham hozir men daftarlarni hamsini ko'rsatib berman. Shundaq yaxshi o'rlayotgan paychaklar. Birinchisi bo'lsa Fiverr. Fiverr degan yangidan chiqqan shu Isroiliyaniki bir şirkati. Hozir shundoq yaxshi ilgarilatdi bu paychak. Bu bo'lsa shu Isroiliyaniki yangidan chiqqan paychaki. Bu 2010-yili qurilibdi. Lekin paychak chiqqili shu 2019 chiqibdi. 2019 6-oyda, 6-oylarda yaqinda shunday jiq o'rlab eng yuqori 320 necha dollar chiqib, hozir bazı shunda muvaffaq 200 necha dollar, yemsa azroq tushsa necha bo'lib olsangiz bo'ldi. Har kundagidek shunda yaxshi o'rlatadi. Bu qanday paychak degan chaqda, mush to'rbatda balki siz o'zingizmi ishlatalaysiz. Har qanday o'zingizniki iqtidoringiz bo'lsa, to'lisi shu kompyuterni qilgan mushta qobiliyatingiz bo'lsa, mushunda hisobotingizni ichib mushu nimangizni o'zingizning texnikasini sota olasiz. Masalan, bu yerda har xil ishlanadigan mushu texnikalar borki, o'zingiz qarab boqsangiz bo'ldi. Mush Fiverr degan o'zingiz to'g'ri chiqib, masalan, kompyuterda ishlatadigan har xil grafik yasaydigan yoki pul muomala yoki yiziqchilik bo'lsin, video ishlaydigan yo bo'lmasa menga o'xshash YouTube kanal ochadigan, mesela YouTube kanalı içip mağazası qilinayotganda shu thumbnail deymiz. Shu to'r bosh betdagi rasmingizga, mesela chiroyli rasm, har xil qandaq chiroyli ko'rinadigan xatlarni chiqarib, bunda deb ishlaydigan yerlardan qilinayotdimi? Men Photoshopda shundaq yerlarni ishlatmoqchi bo'lsangiz, bu yerda ashta odamlarni topa olasiz. Ularni 10 minutlikdan shu 1 soat, 1 kunlik qilib, ularningki texnikasini setib olasiz. O'xshamagan pul bilan o'ziniki nimalarni ko'ra olasiz, ishlagan narsalarni. Buni da masalan shu o'zingizniki soat tarafdagi iqtidorlaringiz o'zini sota olasiz. Yoki bo'lmasa har xil o'yin o'ynasangizmi yoki badan chiniqtirish, usuli o'ynash, har xil har yanza ko'rib boqsangiz bo'ldi. Shundaq payza nimalar bor ekan. Masalan, video qarab boqaylik. Ulardan nima? Mana malaniki mushtaq o'ziniki nimasi puli mana 13 dollardan yoki 40 dollardan manada 3D'lik animation qo'nchoq yasay olayman deydi. 40 dollardan boshlaydi ekan. Mana 40 dollar soati 40 dollar bo'lamdi. 12 minut qilib yasab bergan. Har birisida o'xshamagan bog'liq nimalar bor. Endi buniki daftarlar qarab boqaylik. Daftarlari shu ma'u birinchi quarter Q1 deymiz. 2021niki oldingi 3 oyniki bir fasllik daftarlari. Total current asset mol-mulki oldingi 2020-yildan hozirgacha jiq o'zgarish yo'q, ozroq tushibdi. Mol-mulki degan o'ziniki bu shirkat ishlatadigan mol-mulklari. Ananki miyada yana qolgan hamma shu o'ziniki ishlatadigan ishxona deydi, bino deydi, hamma narsalarni qo'shib hisoblab, hozir ozroq o'sibdi dedi. Ma'noda milliondan hisoblaydi. Liability qolgan o'sha nimalarni hammasini ko'rib boqsangiz bo'ldi. Bularmi jiq muhim emas. Meniki mau revenuesi muhim mana. Revenuesi qarasanglar mana 34 mingdan 68 minggacha o'rlabdi. Bir rassa degan gap. Meyadim 27 mingdan 56 ming. Gross profit. Chiqimini chiqarib o'tgandan keyin o'zi qolib qolgan kirim, boshqa taraflardan kirgan kirimlari shu shirkatniki daftarlarini ko'rgan shundoq muhim yerlari. Eng muhim yerlari men qarasanglar, mana cash flow naqd pul hisobotlarida 28 mingdan 180 ming, 24 mingdan 264 ming. Bu degan qancha assi bo'ldi? 6 assidek bo'ldi. Mana 24 ming 260 ming bo'lsa, bu degan 11 assidek bo'ldi.
Ma'mu 20 sidek buldu. Muşu müşeyelleri en mühim. Bir payçekniki bazı ne kısmız. Hem de muşu mesela muşu 6 esini hesaplasak. Buniki depterniki payçekniki bazı qarab baksak. Mesela 52 haftalık bazı 57 dolardan 336 dolara çıkırken. En tuan yeri 57 dolar. Hem de bultur muşu pandemik bo'lgan vaqtida, krizis bo'lgan chaqda bek tushib ketgan. Shu vaqtni hisoblasangiz-mi, hozir 200 dollarga hisoblasangiz, ham to'rttasiga bormaydi, to'rttasidek o'rildi degan gap. Yana a daftarni a yerdikisi 6tasi bo'lsa, yana 2asidek o'rlaydigan yeri bor, shu 50 necha dollardan demak. Demak, yana 300 dollarlarga chiqsa, muvofiq bo'ldi. Bu texa hamda shu Q1 ninki oldidagi 3 oy, birinchi oydan 3-oygacha. Hozir 5-oy texmi yaxshi o'rlayotdi. 6-oyda texmi yaxshi bo'ldi. Undan keyin 7-oy, 8-oylarda buniki Q2 xulosa chiqqan chaqda o'chada texmi hayron qolasiz. Ikkinchi paychak bo'lsa Nano Dimension. Nano Dimension bo'lsa bir 3D'lik printing qilgan bir shirkat. Buningda hozir muhimroq shu elektronlik narsalarni elektronlik shu sim, shu narsalarni ishlatadigan narsalarni shundoq apchil bir xil holatda ular loyilab chiqib ishlatadi, lekin 3D printingninki kelgusi texmi parlaq. Buningda nurg'un ishlarni qildi kelgusida. Masalan, har qanday qattiq narsalarni hammasini nim qilib kopiya qila oladi. Har qanday shunga o'xshash sanduqlarni yoki bo'lmasa eng yuqori yerlarga borgan vaqtida uylarni, mashinalarni degandek bu soha shundoq kelgusida shundoq yaxshi parlaq bir soha endi. Sizlarga shu kelgusidagi disruptive innovation dunyoni o'zgartira oladigan mush paychaklar sohasida nurg'un sohalarni tunishtirib hozirgacha. Masalan, tibobat, keyin elektronlik mashina, fintech, e-commerce, Shopify, Amazonlarga o'xshash shu to'rda bir narsani setish, keyin Fiverrga o'xshash o'zingizning texnikalarni to'rda setish deganga o'xshash mushtaq yangi sohalarni tunishtiradi. Bu endi sizlarga yangidan bir tunishtirgan bir soha 3D printing. Nano Dimension degan bu bir Isroiliyaniki bir shirkati. Bu oldingi necha yilda yaxshi o'rlagan bu paychak 90 dollarlarga chiqqan. Lekin bultur oldingi 2 yilda bu to'xtamay tushib, bahasi eng tuyan vaqtida 50 sentga tushib qolgan. 50 sentga, 90 dollardan 50 sentga. 100% yaqinlab qolgan, yo'qolib ketaylam deb qolgan. Lekin bu sohani shu Yog'ochqinimniki shirkati Ark Invest shunda yaxshi ko'rdi. To'xtamay avatidi. Hozir shu 50 sentdan, bulturqi 50 sentdan hozir 6 dollarlarga chiqdi. Men o'zim azroq deb qo'ydim. Lekin daftarlarim hozircha unchalik yaxshi emas, lekin kelgusi bor. Shuning ishi nima? Shunga men jiq olmadim. Lekin bu xatar tarafdan yana sal o'ylashsangiz bo'ldi, lekin azroq deb qo'ysangiz, kelgusida bag'ansir yaxshi bo'lib ketadigan bir soha. Lekin shu Nano Dimensionniki daftarlarga qarab baksak, men shu unchalik yaxshi ko'raman, lekin yana nurg'un hozirgi yangi paychaklarniki daftardan xillam yaxshi ekan. Qarasangiz shu nemisi jiqlabdi desangiz, asset. Shu mol mulki shunda jiqlabdi. 2020da 10 mingdan 1 million 400 minggacha mushta jiqlabdi. Bu bir yaxshi ish. Masalan, sizda naqd pul bo'lsa-mi yoki bu naqd pulni o'zingizniki mol mulkiga almashtirasizmi, u baribir sizniki mol mulkingiz bo'ldi. O baribir mush paychaklarni o'ziga kirdi. Lekin ba'zan paychaklar, ba'zan shirkatlar bu o'ziniki qo'ldagi naqd pullarni musha mol mulkiga aylandira olmay, uni xajlaydi. Musha taraqqiy qilish uchun nurg'un musha chiqim qilib xajlaydigan shirkatlar bor. Masalan, raketalik shirkatlar nurg'un pul ketadi buni tadqiq qilish uchun. Lekin rasmiy bir yer borgan vaqtida u shirkatlarmi shundoq yuqori pul topadigan bo'lib ketadi. Ma'noda butunlay o'rligini shu mol mulkiniki shunday jiq o'rlabdi. Keyin revenue'si qarsangiz, kirimi bulturqidan jiqlabdi mana. 800 nechaga jiqlabdi. 10-15% degidek. Nimasimi chiqimmi ozlabdi bulturqidan. Keyin gross profit qarsanglar, gross profit 94 dollardan 200
60 necha ko'rilyapti. Bu demak bir 2 yarim asridek jiqlabdi desak bo'ladi. Lekin hozir paychikimi bir 10 asridek o'rlab bo'ldi. Shu yerlar bor. Lekin maniki ba'zan shirkatlarniki cash flow'sini ko'ramaysizlar. Chunki yangi shirkatlar bo'lg'achqa, shuni ma'lum cash flow'sini ko'rib olmaydi. Yana bir ba'zan diqqat qilganlar shu qarzi, debt. Mush taraflarga yaxshi qarash kerak, lekin manikini yaxshi ko'rib olmaydi. Ba'zan yangi shirkatlarning jiq narsalarni ko'rsatmaydi. Shu yerlarga chataq, u yerlarga diqqat qiling. Masalan, EPS, P ratio degandek yerlari haqiqiy bu analizchilarmi bir narsa deyolmagan yerga yetkazishga chiqarolmaydi. Undan so'ng bugun sizlarga eng oxirgi tanishtirgan paychikim bo'lsa, Coupang. Coupang bu bir Koreyaniki shirkati. Sanamizda shirkatlarning daftarlarini yerlarida shu o'ziniki telefon nomerlarini chiqarib qo'ydi. Bularda telefon qilib, siz o'zingizniki shu paychikini olgan bo'lsangiz, sizniki huquqingiz bo'ldi bularni surishtirgan. Nim bo'atida bu shirkatlar, nimda paychika o'rilmaydi, yo bo'lmasa sizlarningki bu mahsulotlarni qanday masalalar ko'rilyotidi, bunda masalalar ko'rilyotdi yoki bularni yo'tkashlarda bir chatoq chiqyapti. Hozir o'sha pandemik deb yo'tkashlarda boshqa bir yerlarga pochtalik operatsiyalarda sal qiyinchilik bor. Shu yerlarda sizlar qiyinchiliklar bormi deb har qanday savollarni so'rasanglar bo'ladi. Sizlar chunki bu degan o'zingizning huquqingiz. Siz o'zingiz shu payni olganki, shu shirkatningki bir qismini sotib olasiz. Bu sizningki bir shirkatingizga hisoblanadi. Bu shirkatningki kichik bir qismi hamda. Endi daftarga qarab baqsaq, Coupang'niki birinchisi shu cash flow qarasangiz mana total current assets shu nimisimi, mol mulkimi birasidan jiqroq o'rlabdi. Cash flowsimi bulturqida 3-sidek o'rlabdi. 1 milliondan 1 million 250 mingdan 4 million 33 ga o'rlabdi. 3-sidami jiqroqga. 3,5-sidek turdi. Boshqa mol mulklarimni o'rlabdi, boshqa jihatlardan shunday yaxshi. Qolgan jihatlarni ko'msonlar bo'ldi, mush taraflardan mush beshlik natijasi shunday muhim. Buniki pachkaga qarab baqsaq, Coupang hozir $40 chiqdi. Max yuqori ichilgan vaqtida $60 chiqdi ekan. Bu shu bu yil 3-oyda ichilganda mana shunday yangi paychek. Lekin hozir yaqinda bir $30 chiqib qoldi. $40 chiqdi. Lekin birinchi yildan shunchalik yaxshi tafovut qilganlari hozir ba'zi daftarlarni ko'rsatib qo'ydim-ku. Shunday yaxshi amaliyotda. Bu uzun qolmaylar, masalan 1-2 yil qolmaylar $1000 chiqib bo'lishi mumkin. Shunchalik ishlik o'rilishi mumkin. Shu Shopify'larga o'xshash. Mesela muşlarga sizlar o'zingizlar qarab baqsanglar bo'ldi. Shu oydagi sizlar amal bo'lmish har bir oyda mesela necha yaxshi paylarni sizlarga tanishtirma, baholardan, yangi taraflardan kelgusidan ham shu daftarlardan ham yaxshi bo'lib qolgan necha paylar bo'lib qolsa, mesela tanishtirma amal bor. Agar bu qismni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Kelasi sonni ko'rishaylik. Allohga emanet.